Assalomu alaykum. Mana ismim Shohista. Mana bolam Alisher 1,5 yildan beri shu Solnechniy dvorik bog'chasiga keladi. Уже kelganda hali 2 yoshga ham kirmagan edi. Hozir уже mладший gruppaga boradi. Bog'chalari juda ham yaxshi, bog'cha opalari ham yaxshi. Ovqatlari ham juda ham shirin. Har doim Alisher ovqatlarini maqtab keladi. Hozir 3 yosh bo'lgan bo'lsa, уже полностью bemalol gapira oladi. O'zbekchada, ruschada, даже inglizchada ham sana oladi bemalol. O'rtoqlari bilan ham juda ham yaxshi kelishgan. Bog'chalariga rostdan ham juda ham zo'r bog'chalari, tavsiya qilaman. Meni ismim Madina. Biz Solnechniy dvorik bog'chasiga 2 yildan beri kelamiz. 2,5 yil desa ham bo'ladi. Oldin bir nafar qizim kelardi, hozir 2 nafar qizim kelyapti. Bog'cha juda ham yaxshi, bog'cha opalariga alohida 5 baho, juda ham muomalaligi yaxshi. Bolalar bilan nima deydi, juda ham yaxshi shug'ullanishadi, mehribon. Bolajonlarimiz hammaliga yaxshi ko'rishadi. Shanba oddi ham bog'chaga ketamiz deb yig'lashadi, dodlashadi. Bog'cha juda ham yaxshi. Oshxonadagi oshpaz opalarga ham alohida rahmat. Taomlari juda ham shirin. Sportlari alohida juda ham yaxshi o'tishadi. Gimnastika bilan shug'ullanishadi. Darslar ham yaxshi o'tishadi. Rus tilida, ingliz tili darsligi bor. Yaxshi, menga yoqadi. Xudo xolisa maktabgacha shu yerda chiqamiz. Meni ismim Hajiyeva Gulora. Shu bog'chaga o'g'lim Muhammadali anchadan beri 3 yildan beri keladi. Bog'chamiz juda yaxshi, bog'cha opalari ham yaxshi, pitaniyalari ham yaxshi, bayramlarni ham yaxshi o'tkazishadi, darslarni ham yaxshi olib borishadi. O'g'lim ancha o'zlashtirib hamma darsliklarini qiladi.